Assalomu alaykum, ismim Dinara. Profi University turizm yo'nalishining birinchi kurs talabasiman. Maktab vaqtlari unchalik darslarimga e'tiborli emas edim, lekin mana Profi University meni qobiliyatlarimni ochishimga yordam berdi, ya'ni o'zimni qirralarimni ko'rishga yordam berdi. Profi University kelgandan keyin harakat qildim, ishda o'qish kerak, qaradim, o'qimasa bo'lmaydi, stipendiya olish kerak. O'shaning uchun maksimal harakat qilib, hozir Xudoga shukr stipendiya olaman. Turizm yo'nalishida men o'zimni kelajagimni ko'rdim. Boshidan menga juda ham yoqardi sayohat qilish, odamlar bilan boshqa bir chet el fuqarolar bilan muloqot qilish, boshqa bir davlatni urf-odatlari, madaniyatini o'rganish va meni soham tubdan boshqa sohalardan farq qiladi. O'zimga juda ham yoqadi. Lekin meni uydagilarim davlat universitetida o'qitishni juda ham xohlashardi. O'shaning uchun DTM savollariga, imtihoniga kirib ko'rishni ham aytishdi, kir, o'qiysan deb. Kirdim, lekin meni niyatim boshqa edi. O'shaning uchun shunchaki 10 minut ichida yuzaki belgilab chiqib ketganman. Keyin uydagilarim majbur bo'ldi shu yerda o'qitishga va hozir ham aytishadi, to'g'ri qilsan o'sha vaqt shuni tanlab deb, chunki o'zlari ham juda ham yoqtirib qolishgan. Profi universiteti menga birinchi navbatda juda ham zo'r o'qituvchilarni berdi va bular darsiga o'tirgan sarim yana o'tirgim keladi. Kerak bo'lsa to'rpara bitta o'qituvchini darsida o'tirib bera olaman va menga universitet atmosferasi juda ham yoqadi. Bu yerda o'tirib dars qilishga juda ham qulay sharoitlar yaratib berishgan. Kutubxonasi bor, doim darsdan voqliroq yoki darsdan keyin qolib vazifalarimni doim shu yerda qilaman va men universitetni tanlaganimdan, Profi universitetini tanlaganimdan umuman afsusdamasman va juda ham xursandman.